Assalamu alaykum, anası. Ayımınlağı mübarek olsun. Aleyküm assalam. Özlerinin ayamlarga mübarek olsun dadısı. Hacetim bir keçikip keller meni sakıltıp. Vallahi kep qaz qandaq qilam deb put ko'ygan to'g'day ko'p ketdim deslar. Hey anası, muş etdigende heyt namazını yanıpla. Ata bavullarımızın topçusunu yo'qlag'ash, el jamoat o'l ko'rishib, anıngdikan qaytib kelishimlarni. Bek omdan qıpla. Qani kelslar, ustabmı qag'anlar. Bema üzüm mevchildim ağaç oldslar. Asla ha. Ha anası. Heytliq tayyorlig'ingni asıl kutib qolganda. Ay kutmamdigan. Mazalarning hammasi tizib oldim. Nebirlarga birdigan, ballarga birdigan pullarni tayyor qilib qo'ydim deslar. Dadısı. Obdan bo'p. Faqat shu özlününü qildigan heytliklar qoldi dadısı. Obdan bo'pti. Hey anası. Muş nevr ballardan eşip, yana çoğunlargımı bugün yana heytliq pul tayyorlab qo'ydinglarmi? Man qarıslar dadısı. Çoğun oğlumuz yeni öy küçüvepti. Kızımız bolsa yeniden maşın setvapti. Kendi oğlumuz işten sırt üniversitede okuvatı da emasmı? Şuna dadısı. Bo'pti. Nayt yaxshi qipsizlar. Obdan qipsizlar. Bo'pti. Ha, ras. Oy, bugun mush heytda uzanligi nima tayyorladinglar? Manga nima tayyorladinglar? Asli bir narsa qilib qo'ygansizlar. Nim deydiganlar dadısı. Bizga nim qo'yibdi. Ballarımız xushal bo'lsa, bizga heyt degan shu emasmi? Shundoq. Ha, ras dadısı. Ballarımız kep bo'g'icha qurbonlik qildigan ishlarni bir qig'ashtirli qopslar. Hey anası, nimaga oldiraysizlar? Oldi bilan ballik kelsin. Kelgandikin birlikda qilsaqmi kechikmaymizdan-la? Aldırmay bulamdı dadısı. Bizning şu ballarımızdan başka nimimiz var? Ulardan çok mehminimiz yok o bizning. Assalamu alaykum. Vallahi kutib demas. Assalamu alaykum. Alaykum assalom ballarım. Assalamu alaykum. Obdan tudinglar. Qanday ahvol rahmat. Hizmda da etin mübarek olsun. Qanday ahvol? Bismillah. Obdan keldimmi? Uy dada tishmo Oy etin kızım. mübarek olsun Obdan mı? dada. Yaxshi keldingmi vallahi? Dada tishmo etin mübarek olsun. Qani. O'tiring. Keling. Balam sizlik dasqansa jirak bo'lib qoldi. Bo'ldi. Apa go'sht chiqqanda basaq bo'lardi. Amin. Amin. Allah. Ermiraymin amin. Allahu akbar. Mübarek Qanday tishlik salomat bo'lsin. Keldingiz. Aymanlarga muborak bo'lsin. Birga bo'lsin. Çang qanday ahvollar? Obdan salomat bo'lganlar. Astagfirullah, men urib olib telefonda. Xotirjam bo'lsizlar. Ikki qo'yning uchun tayyor qilib qo'ydim. Yarim soat qolmay apir bir uylarga. Ma'qul. Men qanadamni uyda saldirib boray ma'qul. Astagfirullah bilyaptimi? Voy jenim ballarım. Hamma dish qo'ygandek birli vaqt kelib menda qo'shib qo'yatdilar. Ertiganda uxlavatsam akam telefon qilibdi. Meni bir cho'ng og'ash ketdi. Mening mashinamda men bil keldim. Mening mashinam sudumangada emasmi? Bu balniza. Eshqisi yo'q bolam, eshqisi yo'q. Hammanglar urug' tuqqan bo'lgandan toz yaxshi bo'ldi. Eshqisi yo'q. Opa men yerdan ishlab bormi? Voy ya qizim, biz ham yetishmay bo'ldi, o'tiring. Ha, Rasirali. Qarasam yanında mashin setyapsizlar, xeyli esilgan. Jem turgan bilan hali pulingni olgansiz. Ha, endi akshuga anchimishim deb qo'ydik tanga yanga. Burungi mashinamni yomon emas mashinti. Mush alag'im pulni masxir qilib, shu mayqin ayolimiz ikkimiz maslahatishib 200 ming yanga Yaponiyaning Toyota markalı mashina bir setib oldik tanga. Lekin men kasofat mashina 250 mingdan to'xtab qoldi emasmi? Voy nimishqa? Voy jinim aka, soningizdan so'rang. Sen 200 minglik mashina aytsang, men oldingizni bizni taqimamdim deb 50 ming olib ko'zqin. Uy aka, yenge qaralanmışdan hammasi. Hey, manga. Uy aka, yenge qaralanmışdan ha? Oltunlarım acayip yarıştı. Oy, Acayip yarıştı. Men xuddilarimizning oldida oltunlarning to'ldanmay ish. Uy og'ritib etdim. Voy, kon oltinlarni yeng almashtirib taqab po'chiligini. Ha? Voy jim o'tiringlar, yangamdan kelganlar jim o'tiring. Ballarım. Chiqib olgan mashinangning, elib olgan oltin ziynatlaringning gapini qilishmay. Chiroyli bir aytib olgandiki. Qani, men mazaldim. Og'ash o'tirib Aldık. Apam go'shtni qozonga sepib pishirib tayyor qilib bo'lganda, men kirib chiqaymi? Astagfirullah, aldiraydi. Balam, to'xta. Biz dahi qurbonlikni qilishib olmadik, ballarım.
He? Oy. Bu kımındı. Shundaq. Kımındı? Sizlar kelgandikin birlashib anandikin qurbonlik qilaylikmi deb sizlarga saqlab qoldik dama. Esta dada. Bu kelgandan biri qozon go'shtni pishir tayyor qilsang, bizim bir biri pachaqni yeb, yani sirtda yeyitlaydigan ishlarimiz chiqib ketmamdiq deyman. Bu amdimiz pak-pakiz kiyim bilan qo'y o'ltirmiz desang kiyimimizni yuvib keta. Oy saklashmaga Ha, o'ltirma. andaqda balam, men hozirli tayyor qilay. Dada apa? O Turg'unjonning degan gaplarni ko'nglinglarga olmanglar, ha? Bu sizlarga aykilab, chaqchaq qilib tushularyapti. Bizgo uyda dadam opamga yordamlashib qurbonlik qilish biraylik deb maslahatlashib kelgan bo'lmasa, shundaqqa Turg'unjon. Voy, eshitisi yo'q balam. Hechqisi yo'q balam, hechqisi yo'q. Men hozirli tayyor qilay, hechqisi yo'q. Men Dada apa, to'xtab turinglar. Mush ulug' qurboniyat dasturxonda mening sizlarga davolgan cho'ng bir xo'shalik ishim botdi. Voy, qanday xo'shalik aka? Qanday xo'shalik? Xo'shalik? To'g'ri. U chuqum yani ustida. Aka, qasak qilmay dana, qanday xo'shalik? Oy aka, soyalga chiqamsiz ya? Chuqum turgan. O'zimni cho'ng bir ish bor deyman. voy bala, andaq bo'lsa bizni taqozo qilmay tezroq digina bir anglaylar. Dana. Oy dana aka. Fikrim. Qaranglarma uyga. Nadimi boshliq bolasi bor. Boy kuyovli bor. Yana taqi maoshliq bolalari bor odamning uyiga o'xshaydi. Men har qitim dadam opamlarni yo'qlab bu uy kelganimda ko'nglim nihoyat bearam bo'ldi. Bizlar bo'lsak kangri, isil, rahat uylarda o'tiryapmiz. Lekin bularchi? Bular sahar turib, o'tin yerib o't qalmisi teqi. Turmushning ushoq ishligicha bevos qo'l tiqib qilmisi teqi. Bular bir umr bizlarni o'qitdi. Xatarga qo'shdi. Yana teqi shu isil o'ylandimi? Mushular epadigo. Ularmi yashinib qoldi fikrim. Yana teqi salomatligim yaxshi emas. Ularmi xo'shal-xo'ram et o'tkizsa bo'ladigan-da. Etta cho'nglarning haqqi bor-ku. Fikrim. Biz farzandlarmi ota-onalarimizga yetib bersak yarışıdığan-da. Voy, yarışıdığan. Yaxshi. Fikrim turg'un. Aka. Men o'tganda sendan uy setib olmayman deb 30 ming yan qarz oldim-ku deyman. Yodimda bor aka, yodimda bor. Voy aka. Voy, men 40 ming yan degan qarzni qaytargan ishmamsiz? Shunday fikrim. Sizni 40 ming yan qarz olgan. Oy aka, bizning pulimizni qaytardigan o'xshamasa, bizga toza lozim-ya. Shunda. Bu pullarni egisiga qaytarmayman fikrim. Fikrim. Men sizlarni olgan o pulga yana 50 ming yanni qo'shib, shahrimizning ovad yeriga joylashgan Gulbog' o'tiraq rayonining birinchi qavatdan kun nuri nihoyat yaxshi tushilgan 75 kvadrat metrlik uydan birini setib oldim. Mana bu uyning ochqichi. Nima qilardingiz? Yo'q, bordi-ku. Shundoq. Uy ancha cho'ng emas. Fikrim? Ha? Men hammamizga vakolatan bu uyni dadam opamlarga qurboniyatlik so'g'is qilsam, fikrimlar yo'q-da? Fikrimiz yo'q aka, fikrimiz yo'q. Yo'q aka. Voy, bizningmi yo'q? Ben yaxshi yo'q. Balam, Hech biz o'yilmagan o'ylar. Ey Allah. balam bizga kerak emas. Bizning bu yaşimizdamış uyimiz o'zimizga yetib boshadi. Rahmat balam. Bunda qimsonlimi bo'ladi bala. Bizga mush uy yetib ochdi. Bunda qimsonlim bo'ladi. Dada. Cho'ngning kallasi ham cho'ng bo'ldi ekan. Akam, biz o'yilmagan ishlarni qilibdi. Aka.
Demişsin bugün gül üstüge gül kuştunuz cuma. Şundak ufkam. Ha, öyümü elinip oldu. Emdi ufkam süreli. Öyünü zinnetleş işi. Vay hatırcam bana baldıratsız mı? Öyle mi? Efendim deme. Boldu adımlaşlar zinnetleş küssün. Çıtak yok. Rahmet ufkam rahmet. Dada apa. Öy kuyduğun öy cihazlarının hemisi menden olsun. Oy. Vay ondan sonra öyüm kütüp kaldık mı na? Vay öyünün gibi demiş ya. Dada ondan sonra bu marek olsun. Anas mı da kıldı? Asma. Kurbanlık koyunu karşımız öldürmeyiz. Kurbanlığını yanını men kılay. Yok akka. Siz kılamsınız? Üzem kılma. Ondan sonra işten seyretip çenki olan buğuzdan çıkma şunu oluşup kalmışsa işiniz. Ben çıkıp yerden bir şey. Cürün ola.